Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Ataqliq yozuvchi, rassom Jaloliddin Bahrom yurak kasal sababidan oxirat safar qildi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda yana 200 ming oilaning yurt makonlaridan ko'chirishni planlamoqda ekan. Los Anjeleslik Uyg'urlar Yahudi musulmon birlashma iftor faoliyatiga qatnashdi. Balalarning o'yinchilik qancha oz bo'lsa, shuncha aqlliq bo'ladi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. İnsaflıq, ictihatlıq yazğıcı rəssam Jaloliddin Bahrom 2019 yılı 16 may kech saat 23-də yürək kesəl səbəbindən axirət səfər qıldı. Mərhumның yatqan yeri cənnətdə olsun. Jaloliddin Bahrom ədəbiyyat icadiyyəti həm güzel sənətin ibarət, ədəbiyyat sənətinin qoş türüdə mol hosul beriyotqan iqtidarlıq yazğıcı. Talantlıq rəssam olub, Leyğan bulaq, Üşük tekkan yapraqlar, Ahmet ve Afat qatarlıq nəticə olunğan yirik əsərlər bilən Uyğur cəmaəti arasında əsərlərini suyub oxuşqa müyəssər bolğan ataqlıq yazğıcı. Jaloliddin Bahrom 1942 yılı 16 avqust tikkichi ailəsində dünyaya gəlgan. Onun atası Bahrom əpəndi usta hünərvən bolub qalmay, bəlkə ili naqşlarını voyaga yetkizib etadigan xalq naqşçısı, yazğıcı həm rəssam idi. O mərifətpərvər kişi bolub, xushbeyillik və çaqçaqçılıq bilan alohida ko'zga tashlanib turardi. O zirek hem titik çoğun buluvatkan oğluğa xalq çöçekleri ve dastanlarını çoğunqur hissiyat bilen sözləb beretdi. Şundaqla onun hər xil resimlerini göstərib, ressamlığının sihri gücünü tərifləydi. Şuna Jaloliddin Bahrom, mening yumran qalbimga adabiyat san'at urug'larini chechib, ressamlıq ve adabiyat baxtlarini yetishtirgan atamni har doim memnuniyat bilan eslayman deydi. Jaloliddin Bahrom 1952 yildan 1954 yilgacha G'o'lji shahridagi Ro'shan boshlang'ich maktabida, 1954 yildan 1957 yilgacha Ili o'rta maktabida o'qigan. Rasm ko'rishki, adabiyot ko'rishki qatorliqlar qatnashib, maktabning tashviqot taxtalarida tunji qatim balaliq hissiyoti bilan yozgan she'rlarini e'lon qilgan. 1957 yil Urumchiga o'qishga kelib, 1958 yilgacha Xinjiang Millatlar institutining rasm sinfida o'qigan. 1958 yılı Sanat İnstitutu qurilgandan keyin 1958 yildan 1961 yilgacha Xinjiang Sanat İnstitutining rasm kasbi sinfida o'qigan. Jaloliddin Bahrom xizmat qatnashgandan keyin 1961 yildan 1976 yilgacha Xotan noyisining Sayshanba bozor o'rta maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 1976 yildan 1981 yilgacha Xotan noyilik madaniyat yurtida xizmat qilgan. 1981 yildan boshlab Xinjiang xalq nashriyotining go'zal san'at bo'limida mudir muharrirlik xizmatini o'tagan. Jaloliddin Bahromning adabiy ijodiyat faoliyati 1963 yildan boshlangan bo'lib, dastlabda kichik tipdagi sahna asarlarini yozgan. Lekin 1966 yili madaniyat inqilobi boshlanishi bilan uning umr xotirlari qatorliq povestlari hamda saqlab kelgan ativorliq kitoblari bo'lib ketilgan va Nahiyaning Gulbog' rastisida ko'ydirilgan. Madaniyat inqilobi deb atalgan ofatli yillarning bo'ronlarida Üşük tekkan va qo'shko'llarda ishlashga surgun qilingan. Qo'sh jinoza, marsiya. Bir xabarlar angladim eldan. Yuragimni ko'ydirdi alam. To'xtaganda o'tliq bir yurak. To'xtadimi bir nodir qalam. Hozidardur ko'mirchi bola. Hozidardur salima qizchaq. Qo'sh jinoza ko'tirganda al. O'ksimakda Leyğan bulaq. Natuvalla qoldi munsirab. Shu bo'ldimi hayot qismati. Hammiga bor omad va ofat. To'kilmakda timsohning ishi. Koni qapqan qoldi qumliqda. Taklimakan o'g'lini saqlab. Qabohatlik tushdir bu go'yo. Danur tağa qalsigar anglab. Qoshqon ikkan umr ashundaq. Qamg'oq kabi qisarkan jonni. Bu umrga bizlar harurkash. Shunga bulbul bo'stonni topdi. Yig'la xalqim, yig'la ay go'zal. Elning o'g'li u sening otang. O'tni olam ayridi bizdan. Qumliqdagi otashdir yarang. Tilaklarim yetsun yeningga. Untulmaydi qaliming izi. Yodlanadi ashu jafoliq. Ajringning shirin mevzi. Erkin Asya Radyosu xabarida Xinjiang gezitining xabari qaraganda, Xitoy doiralari bu yil Uyg'ur elidagi yezlarda atalmış amin uy qurilish plani bo'yicha yana 200 ming oilani ko'chirishni planlamoqda ekan. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy markaz hukumatining moliya yordami bilan elib berilayotgan bu qurilishda Uyg'ur diyoridagi yez aholisini yer ko'lami 40-60 kvadrat metrdan oshmaydigan kichik uylar ko'chirib, umumyuzli qaplash, ozroqmi bo'shliq qo'ymaslik ishga oshiriladi ekan. Xitoy doiralari amin uy qurilishini namratlarni ko'chirish orqali yo'lash qurilishi deb tashviq qilgan edi. Biroq chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar buni Uyg'urlarni yer zaminlaridan ayirishni maqsad qilgan qurilish deb qaramoqda. Ular Xitoy hukumatining ilgirmi atalmış yer davlatga chidamliq uy qurilish orqali Uyg'urlarni avlodma-avlod yashab kelgan uy-joy va zaminlardan ayirib o'tganligini bildirdi.
İlgiri egilgan uchurlarda Qo'molning manzirlik tog'liq rayonlaridagi yezi aholisining yuqorqi siyosatlarga asosan bir tutash holda shahar atrofidagi hukumat sog'an tartapchoq, töven ijorlik turalg'ularga ko'chirilganligi. Yerdan ayrilgan bu kishilarning namratlikdan qutulish emas, aksicha texim namratlashib, hukumat bergan qutqizish puli qarab qolganligi ma'lum bo'lgan. Kuzatuvchilarning ko'rsatishicha, Xitoyning bu amin uy qurilishi lager sirtidagi Uyg'ur yezi aholilarini bir yerga yig'ib, ularni o'xshashli kontrol ostiga elishni maqsad qiladi ekan. Dunyoga dаңlıq kino bazasi Los Angeles rayonidagi Hollywood shahriga joylashgan bo'lib, u yerda ishlaydigan dаңlıq kino artistlarining ko'pinchisi bo'lsa, Hollywoodga qo'shni bo'lgan Beverly Hills shahrida o'ltirdi. 15 may kuni kechda Amerikadagi Yahudilar bilan musulmonlarning ittifoqligi va hamkorligini tub maqsad qilgan Yangi Zamin nomli bir tashkilot ashu Beverly Hills shahridagi bir Yahudi cherkovida musulmon Yahudi birlashma iftor faoliyatini o'tkazdi. Faoliyat maydoni nihoyat cho'ng va hayvatli bo'lib, uningga 400 dan ortiq mehmon qatnashdi. Ro'za tutishning islom va Yahudi dinidagi ahamiyatlari haqida nutqlar so'zlandi. Musulmon Yahudi do'stligi va hamkorlikni kuchaytirish va i'ona to'plashni asosiy maqsad qilgan bu faoliyatga Los Angeles rayonidagi Uyg'urlarning vakillaridan Olim Erkin Sidiq va doktor Nurnisa Qurban qatorliq 4 kishi qatnashib, Uyg'urlarga yordam qila oladigan kishilar bilan tonishish, do'st bo'lish, shundaqla ularning yordamini qo'lga keltirish bo'ldi. Faoliyat jarayonida Yahudi dunyoni kuzatish tashkilotining bir muhim rahbari, Los Angelesdagi Arkadia shahrining boshlig'i va bir qancha nopusli kishilar, Los Angeles rayonidagi bir qancha masjid va musulmon tashkilotlarining rahbarlari bilan ko'rishib suhbatda bo'ldi. Faoliyatda buningdan 3 yil burun Uyg'urlarning dаңlıq naqshchisi Sanabar Tursunni Los Angeles taklif qilib, o'yin qo'ydirgan o'rinning rahbarlarining biri Sanabar Tursunning tutib ketilganligini anglab qattiq urdi. Hamda boshqa bir qancha musulmon rahbarlar yaqin kelgusida Uyg'urlarga Los Angeles rayoniga joylashgan o'xshamagan 3 shahar va Shimoliy Kaliforniyadagi San Fransisko shahridagi masjidlarda faoliyat o'rlashtirib berdiganligini bildirdi. Yahudilar Los Angeles rayonidagi Yahudi cherkovlarida Uyg'urlarga bir qancha maydon faoliyat o'rlashtirish orqali Uyg'urlarga yordam qiladigan Yahudi dunyoni kuzatish tashkilotining dunyodagi irqiy qirg'inchilik va zo'r ko'lamli zulmlarga xotim berishini ta'kidlagan. Kaliforniyadagi Kongress a'zolari Amerika hukumati o'tirg'i chiqargan Uyg'urlar haqidagi ichki qonun loyihasining hozirgi ahvolini tafsiliy tushuntirgandan keyin munosabatli kishilar bilan so'zlashib, ularning imzosini qo'lga keltirishga tirishadiganligini, shundaqla Los Angelesdagi Uyg'urlar vakili bilan ayrim ko'rishib, Uyg'urlarga qanday yordam qilish masalasi ustida tafsiliy so'zlashadiganligini eskartgan. Amerikadagi bolalar ma'arif tadqiqotchilari yaqinda e'lon qilgan tadqiqot dokladida mundaq deyildi. Bolalarning o'yinchiqi qancha ko'p bo'lsa, ularning aqliy iqtidorining yetilishi shuncha zo'r to'salg'iga uchraydi. Bolalarning oldiga dövlangan ziyoda ko'p va yeshiq mos kelmaydigan o'yinchoq ularning bilish iqtidoriga nihoyat cho'ng ziyon soladi. Chunki ular shuncha ko'p o'yinchiqni ko'rganda nima qilishni bilmay qoladi. Hatto amaliyotga cho'kish fursatidan mahrum bo'ladi-da, bir xil o'yinchiqni o'ynash davomida zehni kuchini markazlashtirib, o'yinchiq o'ynashdan belgilik bir narsa o'rganib olish maqsadiga yetmaydi. Angliyadagi Cambridge universitetining professori Kaysi Sherwa ishlagan tajriba va tadqiqot jarayoni bu hukmning to'g'riligini dalillab beradi. U o'tgan necha yilda 3000 dan ko'proq bovaqning kundalik turmushini iz qo'g'lab tekshirish natijasida o'ynaydigan o'yinchiga nisbatan oz bolalarning ota-onasi bilan birga bo'ladigan, ota-onasi o'qib bergan kitob va aytib bergan naqshini anglaydigan, ota-onasi bilan birga o'ynaydigan vaqtining ko'p bo'ladiganligini bayqadi. Oxirida selishtirum tadqiqot olib berib, oilasining iqtisodiy ahvoli yaxshi, o'ynaydigan o'yinchiga tag'dak dövlangan bolalar qaraganda ularning aqliy ko'rsatkichi yuqori bo'ladiganligini yakunladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.